Assalomu alaykum, Qirg'izelim qandaysizlar? Sizlar menen Bazar Xabar YouTube kanalı. Bugün 28 yanvar Özgün qo'y bozorida so'g'anlar. Qo'y bozorida tartib ko'rsatib beramiz. Sizlar kanalga bo'lsa, podpisatsiya qilib, shu like knopkangizni bosib turingizlar, shuni tuğanlar. Biz bo'lsa boshladik. Bo'z qo'y o'xshaydi ha? Qancha so'mdan aka bular? 14 bo'ldi. Qancha tish? 8 tish narxlar aka? 14 mingdan. Qancha berishadi? 13 ming so'mdan berishadi ha shularga. Bazar Xabar aka, qattalib qo'yasizlar patchasa. Tuğan qancha bo'ldi? 13 bordi. Tishi qanday? 6 tish qo'ysa erkak urg'ach. Urg'achi. Qancha berib turashdi? 11. Qancha oldu bu Tuğan? 10 ele. Erkek urg'achi. Urg'achi. Qancha berishdi? 7,5. Bo'z qo'ylar. Qanchadan bo'ldi? 15,750 so'm bor. Tishlar qanday Tuğan? 2 tish 4 tishlar bundan 15,750 dan bor bo'zdir, satılıptır, alınıptır. Olacaqda. Kozulu qo'ylar. Qancha tishga qo'ylarimiz? 13,5 beri tasbih. Kozlar ekan. Tishi qanday? 4 tish. Ha. 13,5 dan beri tasbih. Qanchada o'tasiz aka? Qancha so'mda o'tasiz? 14 qalin. 14 ku. Qancha so'mda o'tasiz? Tuğan 11? 15. Tishi qanday buni? 6 tish. Qancha berdi? Bozor so'radi? 12. 12,5 berdi. Qanchada o'tasiz Tuğan bu qo'y? Cho'ng qo'y o'xshaydi. 2 tishmi? Yo'q, savlat cho'ng ekan deb. Kelas. Qancha aqchasi? Ha? 19 ming so'm. Qancha berdi bozor? 17 berdi. Sizlargacha Bazar Xabar aka qattalib qo'yasizlar. Podpisatsiya qilib, no qancha bo'ldi aka? Qancha? 11 tishi qanday? 2 tish 11 ming. Qo'y aka bog'ing aka bunday qilib. Ha? Qo'zlar erkak urg'achi Tuğan? Biroz erkak, biroz urg'achi. Biroz erkak, biroz urg'achi deydi. Yeneleri qancha tishdan bularning? 2 tish 8 tish. 2 tish 8 tish. Qancha berdi Tuğan? 16 dan beri oladi. 16 dan beri oladi deydi. Mana. Qancha satdingiz aka? 8200 ga. Tishi qanday tishi? Tishi maydalab qo'ygan. Maydalab qo'ygan 8200 ga ketibdi. Mana mashukam olibdir. Shukam olib berdingizmi? Bo'z ekan 8200 dan. Qo'zi so'raganda like'larni bosib turamiz, so'g'anlar kanalga qattalib. Qo'zi var. Ava bu qo'zlaringiz qanchadan bo'ldi, tava? 6,000 dan. Bunday bo'la turgan yer qanchadan so'rashadi bozor aka? 58. 5800 dan so'rayapti, ha? Bo'ldi, rahmat. Tuğanlar 5800 dan so'rayapti ekan. Buna qo'ylar. Qanchadan bo'ldi Tuğan? 22,5 dan bo'ldi. Tishi qanday? 2 tish. Bo'z o'xshaydi, ha? 22,5 dan bo'ldi, ha? Qanday paroda bular? 22,5 dan bo'lib turibdi. Qancha ketdi aka? Bunda tartib olaychi akalar. Qo'zlar. Bo'ldi, asta olib keling. Qanchadan bo'ldi? Shunday ko'rasan. Bo'ldi, erkek. Kimga boraymi? Qanchadan ketdi? Yeterlarga ham ketdi. Qancha berdi? Aqti janda bor. Yushaga. Muallaqasiga. 6 dan ekan Tuğanlar. Qancha oldi aka echki? Qancha oldi aka? 6,5 ming bo'ldi. Taka. Qancha so'mdan o'tasiz aka qo'ylar? Eko 23 ga sotildi. Eko 23 ga sotildi. Bu 4 tish qo'y, mana u to'qdi. Bular chaka qo'zli qo'ylar. 17. Qancha berishdi shularga? Berilik, ha? Bo'ldi va. 10 ming bo'lgan 4 tish qo'y. 10 ming 4 tish deydi. O'rtada. Zo'r maqtalgan qo'z ekan. Qancha bo'ldi aka? 13 ta. Urg'acha? 13. Bu yerda yana aralashtirib qoladi. Qancha berishdi aka shuga? 12 beryapti. Yaxshi aka. Qancha oldi aka? 11,5. Qancha tish ekan?
4 diş koy 11,5 ming boluptu. Mına bul jakta soyuşlar. Aka soyuşlar kançadan boldu? 15'ten 14'ten 15 15 14 13'ten aralaş deytini. Normal soyuş koyulur. Kozlar, qo'chqor o'zi? Urg'achi. Urg'achilar, kozlar. Qancha so'mdan oladi? 8'den kam var. 8'den kim var? Qancha so'rashdi shularni? Bo'la turganda. 6,5'dan. 6,5 mingdan. Qo'y qimmatlabdir kishini? Tushbet qayraqmi? Tushib ketdi. Satarmanga tushib ketgan, alarmanga qimmatlab ketgan, ha bozor. Bu joy qo'chqorlarga keldik, kirgizelim. Onu обязательно bastыңыздар, basib tekshirib qo'yingizlar, kanalga qattiqlik. Ikki tish qo'chqorlar. Qancha so'mdan bo'ldi aka bular? 22 mingdan. Ikki tishi? Qo'zlar. Kozlar 22 ming. Turka 20. Bunda to'g'ri. Qanchadan olishdi aka, satdingizmi? 19'dan berib edingiz, ha? Bo'ldi. 13,5dan deydi. 13,5dan baka qo'z qo'shqordi. Bo'la o'tirgan yer qancha bo'ldi? 13. Bo'ldi aka. Bundan qo'shqorlar kirgizelim. Qattalib turamiz. Qanchadan bo'ldi, do'st? Qancha tish bular? 2 tish qo'chqorlardan 28 ming so'mdan Özgün qo'y bozorindamiz to'g'anda. Qancha so'rashdi bo'la o'tirgan yeri? Bozor har kuni so'raydi. Patologini ayt, ular yaxshi qilib. 23,5 23,5dan so'raydi. Ha, bo'ldi. 28dan satildi u. 2 tishi qanday tishi? Qancha turkam? Bozorga bor. 28dan deydi. Tug'an tishlari qanday bulardan? Ular bar alınıp durma, kraskalangan. Aga, tishleri qanday? 4 tish. Qayerga boradi aka bular? O'zgan. 4 tishdir. Aka qanchadan da o'tasiz bulardan? 30'dan da qo'ydim, kam bor. 30'dan deydi. Qancha tish brat? 4 tish qo'shdim. 4 tish qo'chqor. Ya, saqlat, ya. Ha, bulacaqmi? Qancha berdi aka? Aga. Qancha berdi? 29'dan berdi. 29'dan berdi. Ha, mana. Bu aka ham sotiladimi? Qancha tish qo'chqorlar aka bular? Qo'chqorlar tiyini qanday bo'ldi? 16. Qancha bunday so'rayotganlar aka? 4'den so'rayotadi, 16 ming so'mdan deydi. Qo'zi qo'chqorlar. Sizlar qancha? 14'dan. Aka qancha tish qo'ylar aka bular? Qartan. Qo'zi. Aqchalar qancha bo'ldi aka? Qancha? 20 ming. Qancha berishdi aka bozor? 18 ming so'mdan berdi. Afgan arashana bular, ha? Afgan. Cho'ngdor afgandar, ha? Afgan, ova, mo'yni uzun-uzundar. Bilgan odam biladi. Ova, uzundar afgandar. Ular arashandar ekan. Tishlari qanday bu, tug'an? Ha, qo'zlar bu. Qolgan qo'zi. Qancha so'mdan bo'ldi bular? 30'dan. 30'dan. Biroq Afgan qo'chqor 60. Onu ola, afgan qo'chqor 60 deydi. Bu yoqda ham bor ekan. Nomeringni ayt qilayim, tug'anda. 706 mingen 40 1292. Tug'anlar, chalaverasizlar shu afgan arashan qo'ylar bo'yicha.